Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayacağız. Başlap olduk, devamı, leksiyanın devamı. Bugün çizlağa 2023 yıl 3. ayının 18. günü haftaga şembe vatandaş. Mavzumundaq. Kreml sarayı. Xi Jinping 21. günü Prezident Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazdi. İntayem muhim birleşme hüccetga imza qo'ydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3. ayning 17. günü Tayvan markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar bunda boshlandi. Jungoning rais Xi Jinping 20. kunidan 23. kunigacha Rossiyani ziyorat qildi. Kreml sarayı mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping 20. günü tushdan keyin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yolg'iz ko'rishib, g'ayri-rasmiy kashlik tamoqda birga bo'ldi. 21. günü rasmiy suhbatga o'tirdi. Suhbatdan keyin bayonot e'lon qilib, ikki taraf eng muhim ikki parcha hujjatga imzo qo'ydi. Rossiya sun'iy amra agentligi Xitoy til torbiti qatorliq matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kreml sarayı 17. günü matbuotga yuqorqidek tunishtirdi. Bundan boshqa rais Xi Jinping ziyoratga otlangan shu kuni ikki davlat boshliqlarining Jungo-Rossiya munosabati to'g'risida hujjat e'lon qilinganligi to'g'risidagi xabar ayrim holda Jungo'da Xalq gazetida boshlanari bir bog'da. Rossiyada Rossiya gazetida e'lon qilindi. Prezident Vladimir Putinning taklifi bo'yicha rais Xi Jinping 20. kunidan 22. kunigacha Rossiyada davlat ishlar ziyoratida bo'ldi. Xi Jinpingning Rossiya ziyorati hozir xalqaro jamiyatning qattiq diqqat qilishini chekmoqda. Rais Xi Jinping Rossiyani ziyorat qilish mezgilida Kreml sarayining e'lon qilishi qaraganda Rossiya Jungo ikki davlat ikki parcha muhim hujjatga imzo qo'ydi. Uning birinchisi ikki davlat munosabatiga yep-yangi davri kirganligi to'g'risida, ikki davlat munosabatining yep-yangi davri kirganligi to'g'risida xitobnoma. Bu hujjatning yana biri Rossiya bilan Jungoning navbatdagi 2030 yilgacha iqtisodiy hamkorlik planining taraqqiyoti to'g'risidagi hujjatdir. Mana bu ikki hujjatdan hisobda Ukraina degan ism yo'q, nima? Ukraina degan ism yo'q. Rossiya taraf bunday ko'rsatdi. 21. kuni o'tkaziladigan rasmiy suhbatda ikki taraf muhokama qiladigan mavzular jumladan harbiy texnikaga aloqador va tabiiy boyliqlar sohasi hamkorligi endi Ukraina to'qinishi qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi. Hozir Rossiya taraf qo'shdi bu gapni bu yerga. Bu qatam Rossiyani ziyorat qilish rais Xi Jinping qayta yangi rais bo'lib saylangandan keyingi ziyorat bo'lib, ikki davlat munosabatida intayin muhim voqea bo'lib hisoblanadi. Rossiya tarafining oshkorlashicha davlat bexatarligi komitetining mudiri yoki raisi Dmitry Medvedev, tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov qatorliq Rossiya davlat rahbarlari suhbatda birga bo'ldi. Jungoning tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping bu qatim Rossiyada olib borgan davlat ishlar ziyoratida Prezident Vladimir Putin bilan ikki taraf munosabati va o'rtoq ko'ngil bo'ladigan zo'r xalqaro masalalar va rayon xarakterlik masalalar bo'yicha cho'nqor fikr almashtirdi. Rayon xarakterlik masalalarda Uyg'uriston masalasining o'rtaga chiqadiganligi ishini emas vatandosh.